Eshitilaringmi? Benzin narxi 5700 so'mga tushib ketibdi-yu. Ha, işte öyle yaxshi qatda yo'q. 5700 haqiqatda 5700 tushdi. O'zga yo'lga borasan, lekin 80 yo'q. Narx tushgan o'zi yo'q. Qaysi birini aytirsayotgansan-la? Men sepganman. Qanaqadir u? Kredit $300. Voy, boylanikimi? Katta bolalar sepadi. Atiriniqida haqiqatdan yaxshi ekan boru. So'rasammikin? Bolni oldida g'alati-da. Menga boru buni Shu bola ham soqolli cho'tki o'stiryapti-da. Qaraman qanaqa o'stirsam ekan, kalbashalar bo'lib yuribman. So'rasammikin qanaqa o'stirayotganini. Yo'q, bolalar oldida g'alati bo'ladi. Bo'pti, bolalar, men ham ketdim. Kecham tushib qopti. To'xta, men ham ketaman. Bo'la qol. Qayerga ketyapsan-la endi? yig'ilgandan keyin yo'q bo'lib qoladi. Sen ham ketasan. Men hali beri kirmayman, ha? Bo'ldi, endi kutadigan odam yo'q bo'ladi. Xudodan bo'lmaysa, nima qilasan? Keyin anaqa o'rtoq, ana boya bolalar oldida ozgina xijolat bo'ldim-da. Bu narsa anchadan beri so'rolmayaptim-da. Nima? Просто ozgina uyalyapman men xijolat. Yo'q, bemalol so'rar o'rtoq, nima so'ramoqchisan? Endi nimadan gap boshlasam ekan, bilmayman deb uyalyapman ozgina. Yo'q, boshlar o'rtoq, hammasini to'g'ri tushunamiz. Qanaqa men bu soqolni qanaqa o'stirgansan o'rtoq? Yo'q, o'zi chiqqan. To'xta, как раз моментальный mana sendan bitta narsa so'ramoqchiman. Boya kredit deding-da, to'g'rimi? Aha. O'shani qayerdan topsak bo'ladi? Sona ko'ngil qilib ko'r. Jo'g'org'a deyapti. Baby, calm down, calm down. Yo,